Bilolsa shilem kiyib, sarguzashtda nimalarni kiyib olgani yaxshiroq. Assalomu alaykum barchaga. Mana biz Knockout jamoasi Like Cup 3-turniriga ariza topshirishga keldik. Xudo xolasa ikkinchi marta ham mana bu kubokni olib ketish niyatdamiz. Tayyormisizlar, komandalar? Bu kubok bizniki, mana hapchi qo'yish. Biz ko'tarib keldik bu kubokni deydi. Uyimizda. Yana bu yil chempionlik uchun ringga chiqmaymiz, polyaga chiqamiz, xudo xolasa. Endi sostav hali aniq bo'lgani yo'q bizda. Endi aniq qilamiz sostavni. Xudo xolasa yaqin kunlarda sostavimiz ham chiqadi. Bizga aytishibdi, futbolistlar bo'lmasin debdi. Agar o'sha blogerlarni, qo'shiqchilarni, aktyorlarni, ular ham bitta futbolist chaqirmasin, faqat o'zi o'ynashin, biz ham faqat boksyorlar kelamiz. Baribir hammasi futbolistlarni yig'adi. O'shaning uchun ham biz baribir bir ikkita futbolda tashlagan 5-6 yil bo'lgan trener bo'layotgan futbolchilarni olishimiz mumkin. Legioner chaqiramiz, hozir Angliyadan chaqiryapmiz. Italiyadan har bir seriyadan bitta chaqiryapmiz. Endi baribir hammaga o'zini jamoasi kuchli, biz uchun ham Knockout eng zo'ri. Ilojisi shilem kiyib, sarguzashtda nimalarni kiyib olgani yaxshiroq. Ronaldoni ham chaqiryapmiz, endi futbolni tashlamagan keladimi yo'qmi? Endi baribir hamma nima deydi, chempionlik yutgisi keladi, o'shaning uchun omad tilaymiz hammasiga.